Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari. Mana bugun yangi bir obyektimizni uy egalariga topshirdik. Bu yerda barbekü kompleks, bitta mana bu yerda mangal, ichida tandir, ikkita qozon bo'ldi. Bittasi katta, bittasi sal kichkinaroq. Mana bu tarafda bitta stolishnica, mana shunday mana shu yerga bitta moyka joylashadi. Bu tarafda yana stolishnica, bu yerda bitta gaz plita. Bu kombinatsiya g'ish kombinatsiyasiz terib berdik g'ishlarni. Bardovi, chisti bardovi bilan terib berdik. O'ylayman juda chiroyli shinam bo'ldi. Faqat buni ustini granitini qo'yilmagan. Granitini qo'ygandan keyin yana bitta inshaalloh nasib qilsa video obzorini joylashtiramiz. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 91 kod 555 59 30 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Tandir haqida bitta ma'lumot bermoqchiman. Tandirimiz g'ish bilan, ognyuporni g'ish bilan yasab berganmiz, ichini polirovka qilib. Bunga bemalol non, somsa, любой narsa pishirsa bo'ladi. Kavkazskiy shashligini ham pishirsa bo'ladi. Keyin buni umri juda ham uzoq bo'ladi, ognyuporni g'ish bo'lgani uchun. Loydan ancha farq qiladi. Bu tarafda kattaroq qozonni joylashtirdik. Yonida bitta stolishnica bo'ldi. Bu yerda ovqatni tayyorlab bunga solasiz, ovqat pishiriladi. Tepalarida mana shunaqa yangilik qildik, karniz qildik. 1,5 santimetrdan mana shunaqa chiqarib terib berdik. Bu bir yangilik bo'ldi. Inshaalloh yana boshqa ishlarimizni ham qo'yib boramiz. Mana shunaqa ishonchli bo'lish uchun nomerimizni yopishtirib ketamiz. Любой narsa bo'lsa shuni telefon qilsangiz yetib kelib muammoni joyida hal qilib beramiz. Ishimiz garantiyasi bilan 30 yil. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha xayr.